Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan zo'r mehmonbob salat tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib bodringlarni ikkiga bo'lamiz hamda parrak shaklida to'g'rab olamiz. Pomidorlarni ham yarim oy shaklida parrak to'g'rab, qaynatilgan bedana tuxumi yoki oddiy tuxumdan ham foydalansanglar bo'ladi. Endi bo'lsa, asl barakani ikki xil mahsulotidan foydalanamiz. Tovuqli qazi hamda qora marvarid dudlangan go'sht mahsulotini kesib tayyorlab olamiz. Bu asl baraka mahsulotlari hammasi sifatli hamda halol sertifikatiga ega. Avval parrak shaklida, keyin bo'lsa to'rtga bo'lib olamiz. Barragini ukropdan ozgina to'g'rab, mayonezga sarimsoq hamda xantal urug'i, ozgina murch solib aralashtirib olamiz. Endi salatni yig'ishni boshlaymiz. Hamma to'g'ralgan mahsulotlarni birin-ketin solib, oxirida salat bargi hamda jo'xori, mayonezni va ozginagina ukrop solib, qo'limizda yengil aralashtirib olamiz. Judayam mazali hamda barakali salat bo'ladi. Ustini jo'xori donalari hamda pishloq bilan bezatamiz. Judayam mazali hamda to'yimli bo'lgan bu salatni albatta dasturxoningizga tayyorlab ko'ring. Yoqimli ishtaha.